Ehtimol hozir men aksariyat insonlarga yoqmaydigan bir gapni aytaman. Bu gaplarim ishoning, hammaga kasbi va dunyoqarashdan qat'iy nazar birdek tegishli. Do'stim, jon do'stim, sen kutuvchi, bahonachi emas, imkon topuvchi bo'l. Bahonalar har zamon, har vaqt bo'lgan chorasizlik kutuvchilar bahonasi. Turli bahonalar bilan o'zingni oqlovchi emas, har dam fursatni, umrni g'animat bilib, ozini ham kattadek niyatda qila olishga imkon topadigan, to'xtamaydigan, izlanadigan, harakat qiladigan va imkonsizdek ko'ringan ishlar uddasidan chiqadigan bir mard bo'l. Bir mard bo'l. Ishon, hayotdagi sen bilgan barcha ixtirolar va o'zgarishlarni, katta jasoratlarni kutuvchilar, kuzatib turuvchilar emas, bahonachilar emas, imkon topuvchilar qilganlar va qilib kelmoqdalar. Aslida bu sening muvaffaqiyatingga, saodatga imkon degani. Mashaqqat aslida seni to'xtatishi emas, uyg'otishi, kuch bag'ishlashi, seni o'rningdan turg'azishi kerak do'stim. Bahonachilar to'lib toshgan dunyoda sen imkon topuvchi bo'l. Nimaga va qanday ekanning javobini qalbingdan topasan. Kutma, kutganlar allaqachon oramizda yo'q.